Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana navbatdagi 2 qavatli 2 likdan bo'lgan high-tech fasonli darvozamizni Farg'ona viloyati Beshariq tumani Andarxon qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz razmerlariga keladigan bo'lsak, eni 3.65, bo'yi 3.45 ga tayyor bo'ldi. Zamoglari zubur zamok, stoykalari 8 ga 8 ikkilik, profillari 6 ga 4 1.7. Kraskalarimiz banishni devo kraskadan foydalanganmiz. Yaqinroqdan olib kelib ko'rsatamiz. Sizlarga to'liq ma'lumot berish maqsadida. Kraskalarimiz juda ham sifatli, ideal holatda chiqdi. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bizning kanalimizda kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lmaganlar bittadan like tugmasini bosib qo'yinglar. Bizning xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab, Toshkent vodiy bo'ylab shu 1.200 ming so'mdan dastavka ustunovka qilib beramiz. Albatta, baho tomonlarga kelishilgan holda. Kimda qanday savollar bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Albatta o'qib javob berishga harakat qilamiz. Akalar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizning manzilimiz qaytarib o'taman, Farg'ona viloyati Bag'dod tumani, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz.